WhatsAppda yurmagan. Da endi WhatsAppda yurmagan, Telegramda aylanmagan, WhatsAppda aylanmagan, erta bitta aylanmagan, qo'lma-qo'l bo'lmagan ayolni ishoning, indamay 1 yil vaqtingiz ketadi. Chista, akkuratniy ayolni topaman desangiz, 1 yil anna vaqtingiz ketadi. Bo'lmasa, meni sizlar aytayotgan 2 soat, 3 soat, yarim soat, 1 soat, 3 kun, 4 kunlik deganlaring ular dishovkalar. Ularga sizlar vaqt ajratishlaring shart emas. Bunday qilib qo'ysalaring o'zi keladi. Tushundilaring? Yuribsizlar-da sizlar ham normalniy qizni sikib yuribmiz deb. Ha, o'layda sizlarni o'qitgan domlalaring peshonasidan o'pay. Bir soat uzog'i 10 kunda ko'ngan ayol, o'ylangki, bitta sizniki emas u. Sizniki emas. Tushundingizmi? Sizga o'xshagan unda dahuya. Tushundingizmi? Dahuya. Prosta uni vaqti yo'q sizga dava bo'pti deyishga. Vaqt prosta shu. Aqlli erkak bironta ayol bilan gaplashyaptimi, ana o'shani surishtiradi. Rasmini ko'rsatadi-da, gaplashganmisan, palonmisan, pistonmisan debda, prosta o'ylanmasin. Prosta pastyanka qilish uchun ham surishtiradi. Chiroyli qilib. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Uni qanaqa erkaklar qiladi, bilasizlarmi? Akkuratniy, o'ziga bunday dastovniy. Men uncha ayolni qilavermayman deydigan erkaklar qiladi unaqa ishni. Sizlar yozasizlar hozir.